BMWning birinchi mashinasi qanday bo'lganini hech o'ylab ko'rganmisiz? Ko'pchilik BMW sport yoki lyuks mashinalardan boshlagan deb o'ylaydi, lekin aslida bu bunday emas. Keling tarixga bir nazar tashlaymiz. 1928-yilda BMW kompaniyasi Faxser Fabrik Eisenach kompaniyasini sotib oladi. Bu kompaniya Dixie nomli mashinalarni ishlab chiqarar edi. Oradan 1 yil o'tib 1929-yilda BMW Dixie modelini o'zgartirib, o'z brendi ostida chiqarishga qaror qiladi. Natijada esa BMW 315 dunyoga keladi. Bu mashina atigi 15 ot kuchiga ega edi va maksimal tezligi 80 km/soatga bo'lgan. Juda oddiy, lekin aynan shu model BMWni avtomobil sanoatiga olib kirgan. Tasavvur qiling, agar BMW 315 bo'lmaganida biz bugun M5, X7 yoki i8 haqida gapirmagan bo'lardik. BMW tarixini bilarmidingiz? Unda kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.